أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sağdaşlar bugün kitabımızdaki 3. dersini okuyumuz. Dersine başlaştan ilgili biz aldığımız saatte dep ötkenimizdeki kitabın umumi mazmununu bir kıtım tekrarlap düşümüz. Biz ilgirki saatimizde grammatika to'g'riliq tushuntirishlarni berib, grammatika deganimiz arab tilining jumla qurilmasini tahlil qiladigan, arab tilining jumla qurilmasini tadqiq qiladigan fan deb yig'inchoq shaklda bir ta'rif qilgandik. Ya'ni arab tilining jumla qurilmasi degandan keyin mushu jumla qurilmasi shakllangan 3 turlik so'z turkumi, ya'ni 3 so'z turkumi. Ism, fe'l, harf ismimizga keladi. Ya'ni ism, fe'l, harfdan iborat 3 so'z turkumidan shakllangan jumla qurilmalarini bahs qiladigan fanni biz grammatika degandik. Chunki arab tilining qurilmalarininki boshqa tillar bilan farqlanadigan tarafi arab tilining qurilmalariga ortiq qo'shimcha qo'shilmasimi, masalan, jumladagi so'zlarning o'rnini o'zgartmasimi, faqat so'zlarning oxiridagi talaffuzninki, ya'ni biz cho'g'a vaqtida i'rob harakatlarininki, nazvar, zir, pashninki o'zgarish bilan ma'no o'zgaradigan bo'lg'achqa grammatikasi boshqa tillardan sal farqlanadi. Boshqa tillarda so'zninki, jumlaninki qurilmalarini, so'zning o'zidagi ba'zi o'zgarishlarni, oldi-keyingi qo'shimchalarni bakroq kutishi mumkin. Ammo arab tilida bir so'z o'xshash, bir jumlada bir so'z o'xshash o'zgarmaydi, lekin oxirdagi i'robninki talaffuzi, masalan, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin deb o'zgarish bilan ma'no o'zgaradigan bo'lg'achqa grammatika mushtaraflarga ko'ngil beradi. Shunlashqa kitob nahvini ta'rif qilgan vaqtida avaxir al-kalimat salas 3 so'z turkumining oxirining ahvollari deb qo'yishning sababi shu. Demak, grammatikada ikki xil tadqiqot cho'nqur berdi. Birisi so'zning oxiridagi o'zgarishlar, yana birisi so'zlarninki jumladagi qorashtirilma, tarkib, ba'diha ma'a ba'd degani qorashtirilma ahvoli. Men bayat degandek arab tilidagi jumladagi har bir o'zgarishlar bir ma'noga ta'sir qiladi. Tarkib, ba'diha ma'a ba'd degani so'zlarning ba'silan, ya'ni o'zaro birikish, qurashtirilish ahvolining qandaqligi nahviy orqali tunildi emasmi? Masalan, qama Muhammadun degan so'z bilan Muhammadun qama degan so'z faqat fe'l oldiga keyiniga o'tdi. Jumlaning xarakterini o'zgaraydi. Birisi ismliq jumla, ism oldida kelgani, birisi fe'llik jumla, fe'l oldida kelgani va buning xarakterining o'zgarishiga ergashib ifodalaydigan ma'nosi o'zgaraydi. Masalan, ismliq jumlalarda muqimliq, turaqliqlik uqum jihatda ifodalansa, fe'llik jumlalarda yengilnish, yuz berganligini ifodalanadi. Masalan, bu balog'atning ahvoli shunday bo'lsa-mu, sizlarga demoqchi o'g'lim, grammatikaning asosiy muddaosi, eng oxirgi nishoni jumlalarga to'g'ri bo'lgan ma'no tahliliga yetmoqchi bo'lgandan keyin jumlalarga to'g'ri bo'lgan ma'no tahlili jumlalarninki yetish uchun jumlaning qurilmasi avval to'g'ri ravishda tahlil qilinishi kerak. Jumlaning qurilmasi qaysi xil shaklda tahlil qilinsa, birisi jumlaning ichki qurilma, avaxir al-kalimat salas, ya'ni 3 so'zning oxiridagi ahvol, o'zgarish ahvollari. Ikkinchisi sirtqi birikma qurilma, birikma ahvoli. So'zlar oxirining ahvollaridan boshqa o'zaro birikma ahvol. Grammatikada ikki nuqta eng alohida tadqiq bahs qilinadi. Birisi so'zlarning ahvoli, yana birisi shu so'zlarning birikmaning ahvoli. Bu ikki nuqta oydinlashsa, nahvining asosiy g'oyasiga yetamiz. Ya'ni nahvida biz jumlalarning tahlilini to'g'ri qilish maqsadimiz va alaqa siyanatul lafz anil xata, siyanatul lisan anil xata al-lafzi deb grammatikaning ahmiyati degan o'rinda oldingi darsda tilni arab tilidagi lafziy xatoliklardan saqlash emasmi? Amaliyotda lafziy xatoliklardan saqlash degan gapni texma tushunish qilib qo'ysak, jumlalarning qurilmasini to'g'ri shaklda tahlil qilish. Ma'o nahvidan yuzaki maqsad. Uni u tarafiga o'tsak, ya'ni qurilmani to'g'ri tahlil qilgandan keyin uningdan oladigan ma'noni to'g'ri tahlil qilinadi. Davomlashib cho'nqirlab ketaveramiz shu shaklda. Ondan keyin grammatikaninki asosliq muddaosi
İki noktada toxtaldı. Birisi sözlerinin ahvali, yani birisi qurulma ahvali. Şunda olganda yığınçaqlab grammatikinin temasini mi desek, aldığın dersde ötdük mavduuhu. Grammatikinin temasi el-kelime vel-kelam. Yani sözün ahvali ve cümlelerinin birikiş ahvali. Mana bu grammatikinin asaslı temasi. Yani bizning kitapta başdan ahir söyleydiğimiz söz ve cümle. Arapçada el-kelime vel-kelam. Şu asasda aldığın derste kelime doğruluk toxtulup kelimenin yekki ma'nosiga ega bir söz ekanligini, yekki ma'nosiga ega söz, yekki degani o'zi mustaqil bir uqumga ega. Mayli uqumni ifodalayapmiz. Deb kelib, nima uchun degan vaqtda so'zlarni tashrish orqali so'zlarning xarakteri mana 3 xil bo'ladi. Birisi o'zidagi shu yakki uqumni mustaqil uqumni ifodalayolmaydi. Boshqalar bilan birikmagan ahvol ostida onunla yuşurulgan uqumlar yoki onun ichiga o'ziga oldirilgan shu uqumlarni chiqmaydi. Yoki uqumlarni ifodalaydi-yu, ifodalagan uqumi o'z ifodalagan uqumning o'zida zamon tavalliki bo'ladi. Yoki ifodalaydi, zamon tavalliki yo'q. Shu bo'yicha ifodalayanmaganni harf deb ayirdik. İfadalab zaman tavalliki bo'lganni fe'l deb ayirdik. İfadalab zaman tavalliki bo'lmaganni ism deb ayirib, ismni ism, fe'l, harf deb so'zni ism, fe'l, harf deb 3 ga ayirdik. Ondan keyingi mazmunda biz ismning ta'rifatini qildik. Ismning ta'rifati shu illatda, sababda bayon qilingan mazmundan xalqib ketanmidi. Ya'ni ism degan bir so'z bir o'ziga mustaqil ma'noni ifodalaydi. İfadalagan ma'nosi 3 zamonning biriga tava emas degani, ya'ni zaman uqumidan xoli demakchi. Zaman uqumidan xoli. Mush bizning ta'rifatimiz oldi. Andan ismga bir necha xil alomat qo'ydik, belgi qo'ydik. Ya'ni ism jumlalarda igi bo'la oladi, xabar bo'la oladi, mudaf bo'ladi, huruf jar kiradi, alif lam kiradi, tasghir bo'ladi, tasni jam'i bo'ladi, nidoning harfi kiradi degandek 9-10 xil buningga alomatlarni bekitgan bo'ldik. Fe'lning ta'rifatimiz shu so'zlarni 3 ga bo'lgan vaqtga bayon qilgan sababdan olib ketanmidi. Yani fe'l deganimiz bir so'z mustaqil ma'noni ifodalaydi. Shu ifodalagan ma'nosi zamonning biriga tava bo'ladi, zamonning biriga deb ta'rif qildik. Buning alomatlarida sensor faqatlarning qana qilish kirishi jumlada ig bo'lmaydi, xabar bo'ladi. Undan keyin buning modi, mudori, amri degandek shakllarga turlanishi, harf jazmlarning kirishi degandek bir qancha xil alomatlar bilan bekitdik. Oxirgi darsimizda harfga kelgan to'xtagan to'q. Endi biz shu darsni hozir boshlashdan ilgari butun kitobimizning bir xaritasini oldingi darsdagidek bir yakunlab o'taylik. Bizning nahvi yoki shu kitobimizning o'zi, shu Hidoyat nahvi degan kitobimizning o'zi tartib jihatda mandaq tartiblangan. Ya'ni avval nahvi so'zdan boshlagan bo'lg'achqa, kalimadan boshlagan bo'lg'achqa gapni Ondan keyin kelimadan halqib turib, kalam qo'ydi. Kalamning gapi haddan ziyoda ko'p emas. Asosli kalimani asos qilgan bo'lg'achqa, kalimani 3 ga bo'lgan to'q, ism, fe'l, harfda. Butun kitob mushu bo'yicha ma'noda. Ya'ni butun kitob ism, fe'l, harf. Kitob nechaga bo'ladi hisobda? 3 ga bo'ladi. Ism, fe'l, harf. Ismni jumladagi o'rnining o'zgarishiga qarab, ismdagi o'zgarish bo'lish bo'lmasligi degan nuqtadan 2 ga bo'lamiz. Ismul ma'rab el-ismul mabni. Ma'rab ism deganimiz grammatikalik o'rni o'zgarsa, ismda o'zgarish paydo bo'ladigan ismlar ismul ma'rab bo'ladi. Ismul mabni deganimiz grammatikalik o'rni, jumladagi o'rni o'zgarsa-mu ismda o'zgarish olmaydigan ismlar. Buni qatqar ismi deb qo'ydi, mabni ism deymiz. Ma'rab ism grammatikalik o'rnining o'zgarishiga qarab 3 ga bo'linadi. Marfuat, ya'ni egilik kelish xarakteridagi ismlar, mansubat, tushum kelish xarakteridagi ismlar, majrurat, egilik kelish xarakteridagi ismlar. Başkelish xarakteridagi ismlar deganimiz jumlada ega xarakterini olgan. Endi hammasi ega emas buning ichida. Hammasi ega olmaydi, lekin ega xarakterdagida balaqa xarakter jihati shuni amaliyotda buning ichida musnad bo'lgan marfuatlama bor. Ega xarakter degan gap muslay degan gap jumladagi mayli mubda xabarning mubdasi bo'lsin, in ismi va xabariniki ismi bo'lsin, kan ismi xabariniki ismi bo'lsin. Mana muslay xarakterli narsalar asli marfu bo'ladi, lekin buning ichida ba'zi musnadlar bor, lekin umumiy jihatdan taqriban hammani marfuat deb ataymiz. Ega bosh kelish xarakterdagi ismlar. Buni biz 8 ga ayirgan bo'ldik. Fa'il, naib fa'il, mubtada xabar, inning xabari va uning hamrohlarining xabari,
Kanının isimleri olan amraların ismi, leysga oxşaydigan mavalarning ismi, türünü yo'q chiqadigan xalarning nimasi xabar deb. Ondan keyin ismi arabni ikkiga bo'lgan to'q, birisi al-mansubatda. 3 ga bo'lgan to'q, ikkinchisi mansubatda. Mansubat 12 ga bo'lindi, maf'ulun mutlaq, maf'ulun bi, al-maf'ulu fi, maf'ulun lah ma'a hal tamyiz mustasna inning ismi ise kanının xabari, la bilan zabar qilgan ism mavalarning xabaridir. Ondan keyin mu'arab ismning 3-chisi majrurat bo'lgan, egilik kelish xarakteriga tavallikni ifodalaydigan uqumlar. Bu birisi harfi jar bilan majrur bo'lgan ism, harfi jar orqali shu ismga ma'lum mazmunlar qana qilinadi, tabi qilinadi. İkincisi mudafillar. Amaliyotda mudafillarmi oshkora harfi jar bo'lmagan bilan shu harfi jar bilan zarf qilgan ismning qatoriga kirsa bo'ladi. Shunda olib hamda yuqoridagi marfuat, mansubat, majrurat deganlar jumladagi o'rni var. Yani cümlede o'rni var. Şu o'rinning o'zgarish sababidan o'zida o'zgarish paydo bo'ladigan ismlarning 3 tarmoqi. Bulardagi jumladagi boshqa ish marfuat, grammatikalik o'rni raf deymiz, mansubatlarning grammatikalik o'rni nasb deymiz, majruratlarning grammatikalik o'rni jar deymiz. Arab tilidagi butun grammatikalik o'rni var degan har qanday so'z mush 3 turdan sirtiga chiqib ketmaydi. Marfuat, mansubat, majrurat. Ondan keyin bir-birlik ismlar var, bir-birlik so'zlar var. Rafi o'qib pesh o'qiladi, nasb o'qiladi, jar o'qiladi, lekin bularning grammatikalik o'rnining rafi nasb jarisi yo'q. Ya'ni grammatikalik o'rniga ega emas, ya'ni o'zi mustaqil grammatikalik o'rniga ega emas. Ammo rafi nasb jar o'qiladi. Nima sabab desa, grammatikalik o'rni bo'lganlik tufaylidan emas, balki oldidagi ismningki grammatikalik o'rni shu bo'lganlik tufaylidan. Ya'ni masalan, marfuatlarga ergashib rafi o'qiladi. Mensubatlarga ergashib nasb o'qiladi, majruratlarga ergashib jar o'qiladi. Bunda ismlarni biz tavobi deymiz. Tavobi 5 turlik bo'ladi. An-na'at, at-ta'kid, al-'atf bil huruf, al-badal, 'atful bayan deb. Xo'sh, no'lar ismni mu'arab tugandan keyin mabniga kelsak, mabni ismlar shu grammatikalik o'rni bor bizninki. Ammo o'zgarishimi ismda o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, bu ismlarning 8 turlik: ad-damair, asmaul isharat, asmaul mavsula, asmaul af'al, asmaul aswat, al-murakkabat, al-kinayat, at-turuf al-mabniya degandek. Xo'sh, no'lar ism tugagan bo'ldi. Undan keyin biz ikkinchisiga keldik, ya'ni fe'illarningki mu'arabning ahvoli, ya'ni fil mudari'ning ahvoli ismda so'zlagan mu'arabning ahvolidan asosan grammatikalik o'rinni xarakterini belgilashda shu o'xshaydi, lekin uning o'zgarish ahvollari ham ismdan farqlanadi albatta filog'achiga. Fillarning qolgan shakllari faqat fillarning turlari grammatikalik o'rin bilan asosan cho'ng aloqasi yo'q, chunki grammatikalik o'rinni biz ismda ism babida turib so'zlab bo'ldik. Chunki mu'arablarning ismdan ko'p bo'lg'achqa, fillarning mu'arab oz bo'lg'achqa. Biz fillarning ichida shu fe'l modi, mudori, amr, ma'lum fe'l, majhul fe'l, fe'l lozim, mutaaddi, dil fe'llari masalan, naqs fe'llar deganimiz to'liq tilni o'rnini o'ynamaydigan, qo'shimcha shaklda ifodalaydigan, muqoriba fe'llar, ta'ajjub fe'llari, madhizam qatorliqlar deb bir nechaga bo'lgan bo'ldik. Undan keyin harf bobiga keldik. Shu jumlada bağlash rolini o'ynaydigan, qo'shimcha rolini o'ynaydigan harflardan 17-18 tilga oldik. Har harflarning ichiga kirsak, shu ichida bir qanchadan harflar bo'ladi. Buni inshaalloh bag'a vaqt so'zlaymiz. Har holda o'quvchimizning bilib olmoqchi bo'lganlari, bilishga tegishliklari butun kitobning bir xaritasi. Kitob cho'ng jihatdan ism, fe'l, harf deb 3 ga bo'linadi. Ismni mu'arab, mabni 2 ga bo'lamiz. Mu'arab marfuat, mansubat, majrurat 3 ga bo'linadi. Marfuat 8 ga bo'linadi, mansubat 12, majrurat 2. Undan keyin ism mabni 8, qolganlari fe'lning ahvoli, undan keyin harfning ahvoli. Shu bo'yicha kitobni kallasida o'zlashtirib bo'ladi o'quvchilarimiz sog'lashlar. Undan keyin o'zimizning darsiga kelsak, bugungi darsga. Bugungi darsimiz ad-darsu salis, ya'ni oldingi darsninki oxirisi. Biz oldingi darsda ism, fe'lni ta'rif qilib kelgan 3 jilsa so'zning tahta kiradigan bir qismlarning birisi-ku. Endi bugungi darsimiz shuning oxirisi harfning ta'rifoti. Amaliyotda harfni ta'rif qilmasaqmi, biz ash so'zni 3 ga bo'lgandilar. Nima uchun 3 ga bo'linadi desa, chunki so'zlar manda bo'ladi. So'zlarning ichida o'zining mustaqil ma'nosini ifodalamaydiganlar bor. Masalan, o'zining bir ma'nosi bor so'zningki, bir hukmga ega, ammo shu hukmni mustaqil yolg'iz kelib qo'ysak chiqmaydi. Masalan, boshqa jumlada kelamiz ifodalanmaydi. Bundaqlarni harf deymiz. İfodalab zamonga tavob qolganlarini fe'l deymiz. İfodalab zamonga tavob qolganlarini ism deymiz. Deb ayirgan ashuning o'zi ashuning ta'rifoti bo'lsa bo'ladi. Biz shu bo'yicha baqsak, fe'l harf degan nima desa, bir so'z.
Özün mustaqil ma'nosini, özü mustaqil ifodalamaydi, o'zidagi hukmni, balki boshqalar bilan birga ifodalaydi desak bo'laveradi. Endi Abdur buni aklab nima dedi desa, harf deganimiz kalimatun la tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Ya'ni o'zidagi bir ma'noni ifodalamaydigan so'z. Ona degani ma'no bor. Ma bir nuqtaga diqqat qilinglar, harfning ma'nosi yo'q emas, bor. Harfga bir necha xil ma'no singdirilgan. Birisi akilib sildan arab tilidagi harf jarining birinchisi bor. Qancha xil ma'nosi bo'lsa, 9 xil ma'nosi bor deb bilalaymiz. Baninki ilsaq ma'nosi va ta'diya ma'nosi va masalan, musahabat ma'nosi va ista'ana ma'nosi va sababiyat ma'nosi va bu deb hamma sanab bilalaymiz. Lekin mushu ba degan vaqtimizda yolg'iz ilsaq uchunmi, ta'diyat uchunmi, musahabat uchunmi, ista'ana uchunmi buni o'qimaymiz. Ifodalanmaydi u. Balki jumladan biriga qorashtirib marartu bi Muhammad desak ha vaqt ilsaq uchun. Katabtu bil qalam sa ista'ana uchun. Bismillahirrohmanirrohim degan ba ista'ana uchun masalan. Degandek va kafa billahi shahida desa ham yadi zaid degandek jumlada kelsa an ayrig'ilul. Demak, harf bir so'zki o'zida bir ma'no uqum bor, lekin ashu uqumni ifodalayolmaydi. Balki g'ayrida ifodalaydigini boshqalar bilan birikib turib. Masalan, iborasida fi g'ayriha demak, ma g'ayriha desimi bak to'g'riludi. O'zidagi ma'no o boshqalar bilan birga ifodalaydi. Yolg'iz ifodalayolmaydi amaliyotda. Masalan, men ilo desak, bayatdan bani misol qildim, Abdur mendan iloni misol qilibdi. Menning qanday ma'nolari bor saboqdoshlar, menga bilasizlar. Menninki sababiyat ma'nosi va bayon tabyin ma'nosi va tabiiz ma'nosi va masalan ibtidoil g'oyat ma'nosi va boshlash ma'nosi va mushu ma'nolarni menni akab qo'yib o'tirib og'ilolmaydi. Balki bir jumlada kelsa andagina og'iloldi. Akhaztu min ad-darahim desa, mushu o'rinda anha mama jumlaga qarab lekanda menninki tabiiz ma'nosini bildik. Sirtu min al-Qahira. Din boshlab mana ibtidoil g'oyat ma'nosi va jumlada keldan o'qidik. Faytani burrisa min al-awsan. Ama ya da tabiin ma'nosi var. Demek, minning qaysi xil ma'noda kelganligi jumla bilan ifodalanadi, yolg'iz emas. Tushunib turibmi deyapti? Bu ikkisining ma'nosi ibtido va intaho ma'nosi degani ikkisining birdan ma'nosi hamda. Buning boshqa ma'nosimi bor? Birdan ma'nosi ibtido, intaho birdan ma'nosi bor masalan. Lekin mushu ikkisining mushu ma'nosiga faqat shu boshlab mangadigan, to'xtaydigan başlash va to'xtash tushuniladigan narsa degani shu nerdan boshlab mangadi, nerda to'xtaydi. Shuni so'zlab bo'lgandan keyin an boshlay oladi. Demak, o'g'ini jumlada kasb ifodalaydi. Masalan, deylik, iloninki g'icha, g'ibib to'xtadim degandek ma'nosi bor. Lekin bu ma'noni yolg'iz ifodalayolmaydi endi. Cho'qim osh berib to'xtaydigan yani tilga olgandan keyin andan keyin u ma'no chiqadi. Menning bayatim degandek bir qancha ma'nosi bor. Men Abdurog'ini ibtido ma'nosi din boshlab degan ma'nosi va din boshlab degan ma'nosi yolg'iz kelib ifodalayolmaydi. Balki din boshlaydigan ya'ni mendan akab bo'lgan degan. Texmi tushunishgan vaqtda men ila jumlada kelsa, andagan shu ifodalamoqchi bo'lgan ma'nosini ifodalay oladi, bo'lmasa ifodalayolmaydi. Masalan, deyil odatda din boshlab, g'ibib to'xtab, din boshlab, g'ibib to'xtab degan gaplar makonni ifoda masalan Basra, Kufa, Qohira, Urumchi, Qashqar, Xotan degandek o'rinlarni emasmi? Shuni jumlada akab so'zlab bo'lgandan keyin an ifoda bo'lmasa ifodalayolmaydi. Masalan, Siratu minal Basra al-Kufa desa, amma jumlada chiqadi, yolg'iz akab qo'yish chiqmaydi. Amma yana boshqa jumlalarga gap qolsa, minla iloning boshqa ma'nosi chiqadi masalan yana. Faqsidu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq desa, qo'shib degan ma'nosi chiqdi. İlanınki. Demek işte ma'nolarni jumlada kelsa tushungili bo'ladi, jumlada kelmasa tushungili ifodalayolmaydi. Mana bu harfning alohidligi. Endi ism bilan fe'lning o'z oldiga bir xil alohida xususiyatlari bo'ladigan harfning alohidligi nima desa, ism fe'lga o'xshamaslik. Ya'ni la yasihhu al-ikhbar anhu. Uning din xabar qilishmi durust emas degan jumlada igin bo'lmaydi. Wala bihi onun bilan xabar qilg'ilin bo'lmaydi degan jumlada xabar bo'lmaydi. Va yoki ism fe'lning alomatlarini qabul qilmaydi degan oyatdagidek u kiradi, anda bo'lib hech qaysini qabul qilmaydi. Demak, ayrim bir tur demakchi mana, ayrim bir tur. Harfning arab jumlalarida nihoyatda ko'p ahamiyati bo'lib, ikki ismning o'tirini bog'laydi, Zaydun fiddarga o'xshash. Buni tushunisizlar, fi kelmaganda bu yerda zarfiyatni, ravishlikni ifodalayolmaydi. Ism fe'lning o'tirini katabda bil qalam degandek, ba kelmaganda qo'llanish, ishlatish degan ma'no bu yerda chiqmaydi. Yoki ikki jumlaning o'tirini injani Zaydun, injani Sa'idun
fa akrimhu. Said gap qolsa hurmat qil desa, Said keldi, hurmatlash ikki jumla o'tirini in shart roli orqali bog'ladi. Bu bo'lsa, undan boshqa nurg'un ahamiyati bor. Min al-fawaid allati bu ahamiyatlar sayati ta'rifuha. Buning ta'rifati inshaalloh 3-qismda keladi. Qolgan harfning umumiy tafsilotini 3-qismda o'qiymiz. Ammo bugungi darsdan keyin asosiy maqsadda harf to'g'riliq bir qisqacha ma'lumotlar ega bo'lish inshaalloh ijmoliy shaklda. Ondan keyin biz darsimizning beshida nahvining asosliq tadqiqot o'qibdi so'z va jumla degan to'q. So'zning masalasi tugidi hisobda biz so'z to'g'riliq ma'lumotlarni bir bo'ldik. Ya'ni so'zga mandaq narsa bu uchga bo'linadi deb har birida. Endi jumla degan nima? Ya'ni al-kalam nima desa ta'riful kalam. Kalamning ta'rifati. Endi kalamımızda laqımda bir xil ikki so'z bir yerda kelsa kalam bo'laver deydigan bir o'qim bo'lib qolishi mumkin. Unda emas. Uning ma'lum bir sharti bor. Diqqat qilinglar. Al-kalam lafzun tazammana al-kalimatayn bil isnad. Mushular. Jumla degan nima desa, ikki so'zni isnad bilan o'zga. Mushakkaga vaqtda nurg'un o'quvchilarimiz qaymoq edi. Isnad degan nima deb. Buni o'zimizning tilga texmi aylantirib, texmi aniqroq degan vaqtimizda kalam degan nima desa, ikki so'zni o'z ichiga olib ma'no ifodalagan deb tushunsak bo'ladi. Isnod degan gap ma'no ifodalash degan gap ma'runda. Asli isnod degan jumlani birisi-birisiga bog'lash degan gap. Ya'ni ba'zi gaplarni qilsak, gapimizni tuzuq ma'no chiqmay qolib qolsa, deydi emasmi? Gapingiz ajab bog'lashmaydi ya birisi-birisiga. Oldidagi gapingiz bilan keyingi gapingiz bog'lashmaydi degan gap, to'g'ri ma'no chiqmaydi degan gap. Isnod asli lug'at ma'noda bağlaş, döngeç, ittirish degan ma'noda jumlaning bo'laklarining orasida mazmun jihatda birisi-birisiga bog'lanish. Ya'ni ikki so'z bir yerga kelsa, boshqalar deb bir uqum alalug'idek, tushunch alalug'idek bir holatda ikki so'z bir yerga kelish. Masalan, deyli daraba, urdi degan bir tilg'u bor. Daraba. Buni mayli yozayagiday angladim. Nima deydimdi? U tushunmaydi bir narsa. Muhammad tushunmaydi bir narsa, masalan. Ammo qama Muhammad. O'rindan turdimi? Esib qolganda o, xil o'g'anda o'rindan turibdi. Demak, ikki so'z kelaversa jumla bo'lavermaydi. Balki ikki so'z bir yerga kelib boshqalarga uqumni bildiralsa. Bil isnod degani jumlalar ishidagi qurilmalar jumlalarni bir bilan bog'lasa ma'no jihatda boshqa bir narsa tushunalsa, buni biz isnod deymiz. Ya'ni jumla degan nima desa, yig'ib aytgan vaqtda boshqalarga tushuncha beradigan ikki so'z. Aqallisi ikki so'z. Boshqalarga ma'no beradigan, tushuncha beradigan ikki so'z. Boshqalarni qanoatlantiradigan, masalan, mazmun jihatda ikki so'z jumla bo'ladi. Mesela isnod deganni shu ma'no ifodalash deb tushunsanlar bo'ladi. Endi Abdurraqa isnodni tushuntirib, masalan, aslida ikki qurida tushuntirdi. Abdurrum tushuntirishni anglab boqal. Isnod degan nima desa, ikki so'zning birini yana biriga bog'lash. Qanday bog'lash? Bihays. Shunda holatdagi qarshi tarafga, muxotab degan gap anglayotgan qarshi tarafga bir mazmunni ifodalaydi. Tufidu foidatan degani mazmunni ifodalaydi-ki, shu mazmun qarta jim turish degan gap, ya'ni boshqalar bir narsa tushunadi. Qayta ikkinchi qatim so'musimi bo'ladi shuni. Nima gap bu deb so'musimi bo'ladigan holatda jumladan to'liq mazmunni ifodalab beradigan shaklda jumlaning bir-biriga bog'lanishi. Unda o'ganda o'zimizning tilga aylantirsak, jumla degan nima, kalam degan nima desa, kalam degani emas, mazmun jihati bog'lashgan. Yoki texma aniq ifodalasak, normal mazmunni ifodalagan qarshi tarafga ikki dona so'z, ikkidan ortiq so'zning birikmasi nima bo'ladi? Jumla bo'ladi. Masalan, kitobi Muhammad desa, Muhammadning kitobi desa, ikki so'z bu. Ikkisi bir-biriga bog'landi. Lekin kitob Muhammadning kitobi desam, saqlab taqadi hamda, nima deydigan deb. Men bir narsa demayman, masalan. Nima bo'pti Muhammadning kitobiga deb so'raydi mendan. Bu nima degan gap desa, kitob Muhammad degan gapdan bir uqum chiqmadi, bir mazmun chiqmadi degan gapda. Kitob Muhammad jamil. Muhammadning kitobi chiroyli. Muhammad talibun mujtahidun. Tirsha o'quvchi, ammo talibun mujtahidun. Yolg'iz gap qolsa, tirsha o'quvchi nima bo'pti? deydigan savol. Demak,
mazmunning chiqqan chiqmag'iniga qarab jumla yoki jumla emas deb ayiramiz. Jumla yoki jumla emas deb. Shuni talibun mujtahidun jumla emas. Sifatma usluq birikma. Kitobi Muhammad jumla emas. Mudaf ilaylik birikma. Amma Muhammad talibun jumla. Oyat ma'ni chiqadi. Masalan Zayd qom Zayd deb akabtug'i misolda. Ana o'g'anda biz butun jumlalarni tahlil qilib men bayatni bir nechta misol aytdim. Zaydun deb baqsaq ma'ni chiqmaydi, Muhammad ma'ni chiqmaydi, kitob Muhammad ma'ni chiqmaydi masalan. Talibun mujtahid desek anda hukm chiqmaydi masalan. Ammo qarab baqsaq Muhammadun talibun desek ya Muhammad bir o'quvchi, bayat ma'ni chiqdi. Qoma Muhammad bütün cümlelerini teşhir baksak, mandaq biz yukarıda tushundirgandek istisnot bilan ma'no ifodalab ikki so'zni o'ziga olgan jumladan faqat ikki xillan bor. U bo'lsa ikki ismdan bir pil bir ismni tarkib topadigan. Ikki ism bir pil bir ism. Shuni olib turdi deyotdi. Fa'uli shuni bilan shu bo'lindiki jumla degan gap faqat ikki ismdan hosil bo'ladi ekan. Zaydun Vaqifonga o'xshash. Buni ism bilan boshlangan bo'lg'ach jumla ismiya deb ataymiz. yoki bir pil bir ismdan hosil bo'ladi ekan. Jalasa Saidonga o'xshash. Bu pil bilan boshlangan bo'lg'achqa jumla fi'liya deb atiladi. Ammo qolganlarda jumlada ma'no chiqmaydi. Ma'no chiqishini qanday bo'lishi kerak desa, jumlaning mazmunining bir egisi bo'lishi kerak. Ve aşı mazmunu şununla bağlanışı kerak. Bunu biz atalıqda cümlenin mazmununun igisine muslay deyimiz, mazmununa musnad deyimiz. Demek muşu iki isim, bir pil bir isim bilen terkib topgan muşu qurulmadan başqa urullarda musnad muslay tepilmaydi. Çünkü musnad ve muslay billa muş iki isim, bir pil bir isim muş iki şekilden başqa urullarda tepilmaydi. Çoğum cümle üçün musnad muslay bo'lishi kerak. Musnad muslay deganlik cümlenin mazmuni deganlik. Cümlenin mazmun bağlanadigan shaxs cümlenin igisi demekdir. Xo'sh, endi bunda bir savol kelib qoladi. Ahmedga ma'lum ya Muhammad desa bu cümle deydi. Biz bayatın cümlenin iki isim bir pil bir isimden tarkib tepish kerak, shakllanish kerak dedik. Ya Muhammadni hamiz cümle deydi. Bu nima degan gap anda olsa, ya Muhammad o qani o bir iki isim yoki bir pil bir isim deb savoldan bir chiqib qolsa, agar deyilinsa bu yuqorida degan gaplaringlar nido bilan buzilib ketadi deyilib qolsa, masalan ya Xolid debdi, biz do'qki ikki ism yo'q, bir pil bir ism yo'q deb savol qo'ydi, bizga deymizki, yo'q, bu yerda bir pil bir ism bor. Chunki harfinida atlu buning o'rnida u pil ndog'anda nidoni akilib bizga misol qilsak, bizning yuqoridagi qoidamiz nido bilan buzilib ketmaydi. Xotirjam bilan nido ya Muhammad degan gap adu Muhammadan degan gap bir pil bir ism va da'votudim. Xo'sh, endi 3-darsninki xulosasida biz oldingi 1-chi, 2-chi, 3-chi darsning hammani bir aqlam xulosalaymiz. Oldingi darsda manchimiz xulosalagan, bu yerda xulosalab o'tamiz. Biz nahvini turishtirib kelib, nahvi 2 nuqtada bahs olib boradi. Birisi cümlenin içindeki 3 söz türkümünün ahvalları, yani birisi kurulma. 3 söz türkümü sözge başlap barıdı bizne. Kurulma degeni kalamı başlap barıdı. Doğanda bizden tadqiqat objektimiz kelime ve kalam oldu. Kelimenin 3 böldük, isim fil harfte her birini tarif kıldık. Mesela isim degen müstakil ma'ni ifadaleydigan, üstamağını birge bunun ma'nisi yakın kelmeydigan. Fil degen müstakil ma'ni ifadaleydigan, üstamağını birge yakın keladigan. Her bizning müstakil ma'nisini ifadalayamaydigan illa ki başlap olan bir vaqtida ifadaleydigan. Bunun asaslı roli qo'shimchilik roli va qo'shimcha o'tirni bog'laydigan rol va undan keyin kalam degan nima, jumla degan nima desa, jumla degan avtomobilda deb ifodalabdi-ku. Avval lafzul mufid. Mushuni o'zida yetarli asli. Ya'ni ma'no ifodlaydigan lafz degani boshqalar ma'no bildirasi bo'ldi. Oxirisidagi izohatlar. Yahsunus sukutu alayha. Ya'ni buningga jim turish go'zal bo'ladi degan gap hamda qarashtirib tushunaylik to'liq mazmun demakchi. Bunun asasida qurilmasi ikki ism bir pil bir ismni shakllanadi. Buni biz bayatdan tushuntirib bo'ldik. Demak, xulosaga vaqtimizda kalima ism fil harf deb 3 ga bo'linadi. Kalam ikki ism yoki bir pil bir ismdan shakllanadi. Shuning bilan bizningki bugungi darsimiz oxirlashdi. Bir qism tadbiqotlar bor. O'zinglar oyatlardan, hadislardan qarab ism billah harfdan ayirib baqsanglar bo'ladi. Qalu fil bilisizlar masalan. Ko'plik shuna bunun qalının pilinin alametleriga sep baqsanglar bo'ladi. Ya Musa ism aldığını mı geldi? Ya geldi, yani harfini daha qabul qildi. İmma an tulqi ve imma an nakuna awwala man alqani hammasini qarab baqsanglar ism, fe'l harflarni ayıra olasizlar. Andan keyin bu jumlani mo ikki ism bir pil bir ism tarkib topgan jumla shaklini mishyan qanaqalaysizlar, ayirib chiqa olasizlar. Mushu bo'yicha ayirib chiqsanglar bo'ladi. Şunu bilan bizningki 3-chi darsimiz oxirlashdi. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.